Do'stlar, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bizni 98% inson obuna bo'lmay kuzatayotgan ekan. Shuning uchun obuna bo'lishni unutmang. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Zox Minecraft. Biz bugungi videomizda qishloqi do'stimizga prank qilamiz. Demak, biz tezroq narsalarni olib olishimiz kerak. Unga prank qilamiz. Uyiga yangi bugun uzun marketdan gilam kelgandi. Men bugun u gilamini sindirib yo'qotib yuboraman. To'xta. Kiraychi o'zi bor bo'lsa shunday qilaman. Agar yo'q bo'lsa nima foyda, u baribir kimligini ko'rmaydi. Wow, uyini yaxshi qilyapti. Mana qizil gilam olib kelibdi. Juda chiroyli-ku. To'xta. Bu nima? Kiroatindagida nimadir bor. Mana shu yerini ochib ko'rishim kerak demak. Nima bo'lishi mumkin? Bunkermi? Bunker bo'lsa, to'xtanglar, mana ularni qo'yib qo'yishim kerak. Taxta esdan chiqdi. Ana qo'yib qo'yamiz. Endi tushishimiz kerak bo'ladi. Yana parkur. Nimaga bu bunkerlar parkursiz bo'lmaydi-ya? Ana yaxshi. Parkurni yaxshi ko'raman, lekin tagida lava bor-da. Shuning uchun qo'rqyapman. Birdaniga bu tomonga sakrasam bo'lmasmidi-ya? Mayli, ammo qanday qurgan bo'lsa shunday o'tib qo'yaveray. Balki biror nima qilib qo'ygandir. Buncha ko'p eshiklar bular. Voy, o. Yaxshi eshiklardan to'p. Bu nima bu? Bu nima? Wow, olmoslar, oltinlar. Bular emas menga bo'ladi. Qishloqi mendan shuni yashirganmidi hali? Do'stlar, qishloqi mendan nimadir yashiryapti. Bu oltinlar unda bo'lmaydi-ku. Do'stlar, qishloq tepadan tushdi. To'xtanglar. Qishloq qochyapti. Nima sen qochyapsan? Sen bu yerni qayerdan topding axir? Bu yerdagi olmoslarni sen oldingmi? Bu olmoslar menga otamdan meros. Sen aldayapsan. Bu olmoslar otangdan emas. Sen aldochsan. Men sendan xafaman. Do'stlar, men undan juda qattiq xafa bo'ldim, chunki u mendan sir yashirib turgan ekan. U qayerdadir o'margan, aniq bu. Hali uni jazosini berishadi. Men bularni uyga borib, keyin muzeyga topshirib kelaman. Yoki bankami. Bank ammo hozirda bunday pullarni olmaydi. Chunki hozir qog'oz pullar chiqib ketgan-ku. Men juda qattiq xafaman men undan. U mendan shunday sirni yashirayotgan ekan. Qattiq xafa bo'ldim. Nima qo'yilmayapti bu? Ketishimiz kerak bo'lmasa. Juda qattiq xafaman men undan. Mana shu bizning uyimiz. Kirib olamiz. Do'stlar, men undan juda qattiq xafaman. Ko'rasizlar. Nima sen? Do'sting qishloqida xafamisan? Ha, jitel xafaman men undan. Do'stlar, ko'rishguncha kanalimizga obuna bo'ling va bizga like bosing. Ko'nglimni ko'taring sizlar.